kim o'zini otiga minib dahshat qilib poyga o'ynayapmiz, tushib ketyapmiz. Hammaga stop qilganmiz va o'sha zahoti bilmagan holda yaratganga ham stop. Men hozir o'zimni o'zim eplayman, o'zimni o'zim boshqaraman. Rahmat. Shuncha so'radim. Bo'ldi. Bu meni qoniqtirmayapti. Menga boshqa narsa kerak. Men o'zim buni eplayman deb anglamasdan shu narsani qilamiz. Va bizni yelkamiz bosilib ketyapti. Xuddi kimdir bosib turgandek. Orqalarimiz qotib ketyapti. Nima bo'lyapti? Hamma narsa zo'r bo'lyapti-da, bu yengil bo'la olmayapman-da. Bilasizmi qizlar? Biz bitta narsani unutdik. Hech ham mas'uliyat ola olmaydigan, ta'sir o'tkaza olmaydigan narsaga ta'sir o'tkazishga kuch sarflayapmiz va kuchimiz tugab ketyapti. Va buni to'xtatishning yo'li bitta bo'ladi. Mas'uliyatni ikkiga bo'lib, men o'zim qila oladiganni o'zimga ola olaman, o'zim qila olmaydiganni yaratganga qaytib beraman.